O'sha 24 yoshda pensiyaga chiqqan Humoyun Sobirov va komandasiga qanday qilib bir urinishda Yevropa vizasini olib berganimizni 60 soniyada tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda biz ularni sayohat tarixlarini analiz qilib oldik va hujjatlarni ham ko'rib chiqdik. Bu nima uchun bizga kerak edi? Biz ularga qaysi elchixona orqali vizaga topshirishimiz mumkinligini bilib oldik. Va elchixonani aniqlab olganimizdan keyin biz ularni sayohat tarixidan kelib chiqqan holatda travel planlarini tuzib chiqdik. Ular 3 ta o'g'il bolaligini hisobga olib, qaysi shaharlarga borish mumkin, qayerlarni ko'rish mumkinliklariga alohida e'tibor berdik. Keyingi o'rinda sayohat tarixlarini ko'rib chiqayotganimizda Humoyun akaning sayohat tarixi zo'r, lekin qolgan 2 ta odamda sayohat tarixi pastligini ko'rdik. Shundan keyin asosiy urg'uni Humoyun akaning hujjatlariga va sayohat tarixiga qaratdi. Bunda biz nima qildik? Birinchi o'rinda biz Humoyun akaning kimligi va nima ish qilishini ko'rsatib berish uchun ularning nomidan biz cover letter yozdik. Bu yerda biz ularning ishxonasi nima bilan shug'ullanadi, o'zi nima ish qiladi, shularni ko'rsatib chiqdik. Undan keyin Humoyun akani YouTube'da o'zlarining alohida blogi borligini ko'rsatdik. U YouTube'da kimlar bilan intervyular o'tkazgan, kimlarning YouTube kanallarida chiqqan, hammasini birma-bir ko'rsatib berdik. Undan keyin esa Instagram profillarini ko'rsatdik. Instagram profilda qancha obunachisi bor, qanaqa tartibda videolar qiladi, qancha prosmotrlar yiqqan, hammasini ko'rsatdik. Keyingi navbatda esa ularning Telegram kanallari haqida ma'lumotlar berib o'tdik. Telegram kanalda qanaqa ma'lumotlar berib o'tadi, qanaqa postlar bor, shularni ko'rsatib berdik. Ya'ni bundan maqsad ular o'ziki va nima ish qilishini yaxshiroq ochib berish uchun. Qo'shimchasiga yana bitta cover letter yozdik. Buni sababi bu yoqdagi 2 ta odamning sayohat tarixi pastroqligi uchun buni qo'shdik. Ya'ni bu cover letterda nimani yozib ketdik? Bundan avval ham boshqa davlatlarga birgalikda sayohat qilishganini ko'rsatib ketdik. Ya'ni bular Singapur, Malayziya, Bali davlatlariga birgalikda sayohat qilishgan, bularni rasmlar bilan ko'rsatdik. Ya'ni bu nimani anglatadi? Bu birinchi marta komanda bilan sayohat qilish emas. Avval ham bu narsa bo'lgan. Shuning uchun endi bu safar Yevropaga sayohat qilishmoqchi. Ya'ni komanda a'zolari bilan rag'batlantirish yuzasidan. Shuni ko'rsatib, xatlar chiroyli qilib yozib turib, har bittasini hujjatiga qo'shimcha xat sifatida ko'rsatdik. To'liq hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin, elchixonaga kirish kuni aniq bo'lgandan keyin biz ular bilan ko'rishib, suhbatga tayyorlandik. Ya'ni ular nomiga qaysi mehmonxonalar booking qilingan, qaysi reys bilan uchib boradi, qaysi reys bilan qaytishadi, qayerlarga borishadi, hammasini alohida tushuntirib berdik va ular hujjatlarni topshirib chiqishdi. Va bir necha kun o'tgandan keyin ular o'zlarining multi vizasini olishdi. Yevropa ko'chalarida do'stlar bilan qahva ichish vaqti keldi. Sizga ham ishonchli viza xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qiling yoki direct orqali yozing.